Nega hech narsa yemayapsiz? İştaham yo'q. O'zingizga dam bermasdan tinimsiz ishlayapsiz. Balki charchovdandir adasi. Bilmadim. İşga borishim kerak. Nima bu? Bu ikkinchi martasi. O'tgan safar ham xuddi shunaqa qildi. Sal e'tiborliroq bo'l hujjatlarga. Har bittasiga javob beramiz-ku. Hozir kunda sal mazam bo'lmaydi. O'zimni yomon his qilaman. Shunga bo'lsa kerak. Ko'rolma, ko'p ishlayapsan oxirgi paytda. Mazing bo'lmayotgan bo'lsa, lecheniya ol, sanatoriyga bor. Qara o'zingga ozgina. Oyijon, o'g'lingiz siz ovqatingizni juda ham sog'ingan ekanlar-da. Siz aytganingizdan keyin o'g'limni dardini tushunib darrov yetib keldim. Ko'nglim sezdi-da. Juda yaxshi qildingiz. Ay bolajonim. Oyijon, ukam, kelinim, jiyanlarim yaxshimi? Rahmat, hammalari salomda bor. Abduqodir, o'zimni yomon his qilyapman deyapsan. Bitta tabib topuvdim. Ertaga o'shaninga olib borib kelingmi? Rahmat, ota. Xavotir olma. Men tabibimni topdim. Hozir yonimda-da. Rahmat.